Shogird 10 kulishni berib yubor, 10 kulishni. Hozir, mana. 10 kulishni ombiroqmi? Bo'ldi. Mana. Kulishga o'xshayaptimi shu? Kulishda. Mana 10 kulish bo'ladi. Shogird mana 10 kulish mana bo'ladi. O'rgatmagansiz-da. Endi o'rganasan-da. Hali sen meni hozir urdingmi? Ko'rsataman senga, ko'rasan-ku. Ha, shoshmay tur, usta. Va shogird kim? Kimning mashinasi bu? Ol. Shogird. Xullas akalar, bugun sizlarga yog'och narxini sindirib yuboramiz. Hoji aka, yog'lar narxini sindirib yubordik-ku. 15 ming so'mdan boshlanadigan, 300 ming so'mdan to'xtaydigan joyiga kelib qo'ydik-ku. Hoji aka, eng qizig'i 30 ming, 40 ming sotiladigan Captiva 12'larning filtrini 15 ming so'mga tushirib qo'ydik-ku. Undan tashqari har xil mashinalarniki bor 10 ming so'mdan deb qo'ydik-ku akalar. Sizlar uchun mana bu tomonda har xil mashinalarimiz 200 ming, 280 ming, 300 minggacha har xil yog'larimiz bor. Kelaverasizlar, xizmatlarimiz chetda bo'ladi akalar. Hoji aka, menda korotka moylarni almashtirsanglar bo'ladi-yu. Kamiga menda mana Suxoy tumanlari ham bor ekan, bemalol kelaverasiz. Hoji aka, nomer ketadigan bo'lsa 91 201 0990 nomerlarimizga telefon qilib olaverasiz. Manzil aytadigan bo'lsak, bu tomon Bag'doddan kelish. Akalar, bu tomondan kelishimiz Qo'qon. Ozgina yursalang, Pavolov sentrchasida ozgina o'tganlarida chap qo'limizda akamiz ishxonasi keladi-da. Kirib kelaverasizlar, xizmatlaringda akamiz bo'lishadi.